Bundan arzon oshxona naborlar menimcha hech qayerdan topa olmasangiz kerak. Opa, siz uchun maxsus olib kelib qo'ydim. Nimaga arzon deyman? Nafaqat O'zbekiston, butun SNGda bunaqangi narx hozirgi kunda javob beraman yo'q. Diqqat qilinglar, Xitoyda ishlab chiqarilgan 32 talik narx, 32 ta predmeti bor, 6 kishilik nabor, oshxona naborlari. Qaranglar, ichida nima kiradi? 6 ta piyolasi, 6 ta kosasi, 6 ta kichkina tarelka, 6 ta katta tarelka, 2 ta lagan va 6 ta salatnitsa, bitta choynagi bor. Xitoyda ishlab chiqarilgan sifatlari ham juda ham zo'r, oddiy chinnidan ancha yengil va ancha sifatli bo'ladi mana. Uncha-munchaga sinib ketmaydigan juda ham sifatli. Turlarini ham hammasidan bor. Endi sonini aytib o'tib ketay, foydalanib olinglar. Sababi soni chegaralangan. 9 ta filialimiz bor. 9 ta filialga 100 tadan qo'yganmiz. Jami 900 dona. Foydalanib ulgurib olinglar. 9 ta filialimizdan ham bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Narxini endi aytib o'taman. Boshqa joylarda kamida bu 300 ming, 350 ming, 250 ming sotilar eng arzon topsangiz. Lekin arzonchiga kelinglar, narxi atiga siz uchun like bosing, faqat aytaman. 199 ming so'm. Foydalanib ulgurib olinglar. Yana qaytaraman, bunaqangi narx hech qayerda yo'q. Shuning uchun foydalanib ulgurib sonlari borligida olib ketib qolinglar. Videoni kimga tashlab qo'yishni o'zingiz yaxshi bilasiz, opa. Like bosishni esingizdan chiqmasin faqat.